Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa 28 sentyabr navbatdagi pritsepimizni Jizzax viloyati Zomin tumaniga sotdik. Akamiz savdogar akamiz avval sheriklar olib ketgan, tavsiya qilganlar kelib yana topib ketyapti. Aka qana pritsep? Ma'qulmi? Sharoitlari zo'r, hammasi avtomobillar, hammasi joyida. Yaxshi kunlarga xizmatchisi. Sog' bo'lasiz. Katta rahmat. Bu pritsepimizga kelsak 1.30 ga 2.30 tentli mokro asfalt svetda Nexia'ga zapaska balolar tushadigan qilib Spark balon qo'yilgan bunga. Akamiz savdogar, bozorda savdo qiladilar. Chiroyli qilib tok montaj parkop har doimgidek hamma narsani taxlab mana akaga topshiryapmiz. Kimga shunday pritseplar kerak bo'lsa bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Sog' bo'linglar. Like'larni bosishni unutmanglar.